yurishingni qara. Aka, asabiylashmang. Rahmat. Hozir hal qilamiz, Davay, hozir. tez-tez hal qilgin. Bo'ldi, aka. Alo. Ukam, yaxshimisan? Mani zakazim nima bo'ldi? iPhone 6. Bittasi kelinga, bittasi ishim bo'lmasin deb. Ikkinchisi kimgaligi? To'xtab tur, qilvoraman o'zim. Alo. Shahzod, yaxshimisan? Ozgina muammo bo'lib qoldi, mashinadan urib oldim ha. Ishga endi chiqdim, yonimda ham pul yo'q edi, uyda ham pulim yo'q edi o'rtoq. Ozgina yordam qilib tur. Yo'q, o'rtoq, hozir puldan muammo-ku. Molga tikib bordim. Ozgina bo'lsa ham ilojisi yo'qmi, o'rtoq? $50 pulim bor lekin. Xo'p o'rtoq. Yodmaganingga ham rahmat. Bo'pti, mayli. Sog' bo'l. Bekzod, Iye. assalomu alaykum. Va alaykum O'rtoq, assalom. yaxshimisan? Shuhrat, yaxshimisan? Nima qilyapsan, bitta tinchlikmi? Ko'rmaysanmi, balaka? Bittasi siquvdi, turgan mashinaniga burdim-da. O'rtoq, xafa bo'lmasang, pul topishim kerak edi. Keyin yana gaplashamiz. O'zingga hech narsa qilmadimi? Yo'q, hammasi joyida o'rtoq. Yaxshiman. O'rtoq, mani kvartiram puli bor edi. Men shuni olib qo'y. Yo'q, o'rtoq, men bu pulni ololmayman. Ovur o'rtoq. Xos. Men bugun Yo'q, ishlaganim. endi unaqa qilma. Kerak emas, Shuhrat. Ovurgin. Pul topiladi, menga Alloh yetkazadi. Gaplashamiz. Bo'pti o'rtoq, men Shuhrat. ketdim. Kimdir birini bersa, kimdir borini berar. Ha, nima bo'ldi? Ha. Hal qildingmi? Bo'ldi, aka. Aka, faqat shunga rozi bo'ling. Borish. Muammolarimizga o'zing yengillik ber. O'zing oson qil. Alo, Adasi, o'rlabi onasi. bugun ijara pulini berishimiz kerak sizdami? Bo'ldi, o'ylama, o'zim hal qilaman. Rahmat adasi, Xo'p, yaxshi ishlang. mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingizmi aka? Uzr kuttirib qo'ydim. Buyurtma sizgamidi? Menga aka. Faqat shoshmay turing. Aka, mana shu pulni olib qo'ying. Tushunmadim. Hadya deb qabul qiling. Bu ishni ham bir hikmati bor. Ko'nglim shu ishni qoladi aka.